Grijani 5-10 kun oralig'ida yotqizib davolashga umuman imkoniyati yo'q. Qabulimga ko'plab bemorlar telefon qilishadi. Doktor deydi, menda grija kasalligi bor va grijamni davolash uchun necha kunga klinikangizga yotqizasiz, necha kunda davolab berasiz va buni narxi necha pulga aylanadi deb mendan so'rashadi. O'zi aslida grija kasalligini 5-10 kunda davolashga umuman imkoniyati yo'q. Faqatgina grija sababli kelib chiqqan simptomlarni shu vaqt ichida bartaraf qilish mumkin. Bu degani o'sha og'riqlarni kamaytirish, yallig'lanishni kamaytirish va umumiy holatingizni yaxshilashimiz mumkin. Lekin grijani imенно davolash bu rezopsiya tushuniladi. Grijani so'rilishi uchun esa oylab yoki yillab vaqt ketadi va shu sababli qabulimga kelayotgan bemorlarni hech qaysisini klinikaga yotqizmayman. Nabarot ambulator tarzda lecheniya yozib uyga jo'natib yuboraman va har bitta bemorga tushuntiraman. Lutchi klinikaga yotib palataga pul to'lashingizni o'rniga o'sha pulni oilangizga, ro'zg'oringizga va dori-darmoningizga ishlating deb tushuntiraman va shu narsani sizlar ham tushuninglar.